Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Tungi Buxoro dam olish dasturi yana xonadoningiz mehmoni va biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Yana har galgidek sizlar uchun ajoyib tarona yangraydi. Şahnazalar, şahnazalar, gülge okşar şahnazalar, şahnazalar, raqsga tushar şahnazalar, şahnazalar, gülge okşar şahnazalar, şahnazalar, bir-biridan go'zal bo'lib davramizga dilga yoqar şahnazalar, şahnazalar. Bir-biridan go'zal bo'lib davramizga dilga yoqar shahnozalar, shahnozalar. Vafası bo'lmasa raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar, bir-biridan go'zal bo'lib davramizga dilga yoqar shahnozalar, shahnozalar. Agar payvasta bo'lsa o'smani gardan qilar, yar agar nodon bo'lsa oshiqni sargardon qilar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar, bir-biridan go'zal bo'lib davramizga dilga yoqar shahnozalar, shahnozalar, qiyo boqar shahnozalar, shahnozalar. Tungi Buxoro dam olish dasturini suratga olyapmiz-da, o'sha kayfiyatlaringizni o'rganmoqchi edik. Kechasi ham tinchlik yo'q-a. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Я турист из города Алматы, из Казахстана. Каждый раз приезжаю в Узбекистан, исторические города Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент был. Мне нравится Бухара, старинный город, очень культурный. В основном здесь принимают достопримечательные разные стройки, особенности среднего века. Поэтому мы часто приезжаем, отдыхаем. Люди такие доброжелательные. Вся инфраструктура благополучна. Поэтому вам спасибо узбекским народам.
мы будем приезжать, отдыхать. Spasibo большое. Ana biz navbatdagi hamsuhbatlarimizni ham uchratdik. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Tanishtiring. Matruba Gadayeva. Xo'sh, kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Tunda Buxoroni aylanyapsiz, to'g'rimi? Rahmat. Dam olishlar qanaqa o'tyapti? Yaxshi. Aylanib kelamiz ana nimalarni. Shuncha labavzni aylanib keldik. Chiroyli, ajoyib joylar. Dam olib, ana dam olib o'tiribmiz. Shahrimiz haqida umuman nima olasiz siz? Shahrimiz chiroyli bo'lgan hozir. Chiroyli bo'lgan shahrimiz. Gullab yashnayapti, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Sizlarga yaxshi kayfiyat amal qiling tilaymiz. Sog' omon bo'linglar. Biz manzil sari ketyapmiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Tungi Buxoro dam olish ko'rsatuvini suratga olyapmiz. Mana shu aylanib keldingizda, to'g'rimi? Navozlarda. Shu kayfiyatingiz haqida o'rtoqlashsangiz, yurtdoshlaringiz. Kayfiyatim zo'r, lekin hammasi yaxshi joyiga. Shu shahrimiz haqida nima deya olasiz? Tunda, Endi tunda yaxshi, kechqurun salqin. Siqilib bo'ladi. O'zingiz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men o'zim qarovul. Qayerda? Shuma qabristonga qarovul. Qorovullik qilish ham bir xayrli ish. Demak, xayrli ish. Ishingizda omad tilaymiz. Sharaf shahrimiz bo'lmish Buxoroning so'li maskanlaridan biri bo'lmish Labhavuzga tashrif buyurdik va bu yerda yurtdoshlarimizni uchratdik. Ularning kayfiyatlarini o'rganamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanasi yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz Kayfiyatimiz zo'r, yaxshi avval. Havolar yaxshi, salqin bilib o'tirib. Xudoga shukr yaxshi, dam olishlar yaxshi. O'zingiz qayerdasiz? Buxorodanmi? Men Ozarbayjonkaman. Meni qizim Buxoroda yashayman. Aylanishga keldingiz. Yo'q, Buxoroga kelganman. Endi Buxoroda yashayman. Endi aylanamiz shu yerda. Umuman shahrimiz haqida, viloyatimiz, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar haqida. Qani o'zgarishlar yaxshi, Xudoga shukr. Hammasi sharoitlar bor, Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Endi hamyurtlarimizga tilaklaringiz bo'lsa. Tilaklarimni Nurishon aytib beradi, qizim. Hammaga tilaklarim mana shu yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo har doim bo'lsin. Mana shu kasalliklar tezroq yo'qolsin. Ob-havomuz toza bo'lsin. Har doim mana shunaqa har kun kunimiz kulgu bilan o'tsin. Har kunimda mana shunaqa kulib, dam olib yuraylik. Buxoro dahshat, zo'r. Rahmat sizlarga. Mayli, Biz davom etamiz azizlar. Endi shartlarimizga navbat bersak ham bo'laveradi. Tungi Buxoro dam olish ko'rsatuvini suratga olyapmiz. Kayfiyatlaringizni o'rtoqlashsangiz. Kayfiyatim a'lo daraja. Hozirgi kunda hamma yoq tinch, yurtimiz eng ahamiyatga ega bo'lgan, hamma bayram qilib, tinch totuv yashayapti. Endi oldin ham, keyin ham shunday bo'lib o'tishini xohlaymiz biz. Yurtdoshlarimizga tilaklaringiz ikki og'iz. Yurtdoshlarimizga tilaklarim endi hamma tinch bo'lsin uyida, sog' salomat bo'lsin, uzoqqa ketganlar yaxshi sog' salomat ishlab yurtimizga qaytsin. Tilakdoshlarimga ana shu, boshqa tilagim yo'q. Dasturimizni boshlab oldik. Ana endi shartlarimizga o'tsak ham bo'ladi. Birinchi shartimiz quyidagicha. Yigitlarimizni hozir saralab olamiz va ularning qo'llariga boks qo'lqoplarni kiydirgan holda qo'llariga qoshiq va qoshiqda tuxum beramiz. Ular biz aytgan masofani aylanib kelishlari kerak bo'ladi va qo'llaridagi tuxumni tushirmagan holda. Xo'sh, qani bu shartni kim a'lo darajada uddalaydi? Ketdik. Biz ishtirokchilarimizni topib oldik. Endi ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, ismingiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Dilshod Bek. Surxondaryodan kelganman o'qish uchun. Shuni Buxoro shahriga aylanib chiqqanmiz, sizlarni ko'rdik. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyat a'lo. Buxoro juda zo'r shahar ekan. Xo'p. Endi biz ikkinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, ismingiz? Assalomu alaykum, ismim Aziz. Buxoro shahridan o'ziman. Qorako'llikman asli. Bu hozir darsdan keyin aylanishga chiqdik. Sharoit zo'r, kayfiyat a'lo darajada, hammasi joyida. Xo'sh.
Demak, shartimizni sizlarga tanishtirib o'tdik. Yana bir bora tanishtiraman shart bilan. Sizlar qo'lingizga boks qo'lqoplarini kiygan holda, qo'lingizda qoshiq va qoshiq ustida tuxum, shu tuxumni tushirmagan holda biz aytgan masofaga borib kelishingiz kerak bo'ladi. Kim birinchi shartimizni bajarsa, o'sha keyingi bosqichga yo'l oladi. Demak, tayyor bo'lsangiz shartimizni boshlaymiz. Barakalla, bu shartimizni siz birinchi bo'lib yakunladingiz. Tuxum beramiz, ikkinchi ishtirokchimizni kutamiz endi. Shartni umuman olganda ikkovlari ham a'lo darajada. Umuman olganda shartni ikkala ishtirokchimiz ham a'lo darajada bajarishdi, lekin birinchi bo'lib ma'raga Azizbek yetib keldilar. Endi yana bitta sizga o'xshagan juftlik topamiz va o'sha juftlik g'olibi bilan siz bellashasiz. Demak, biz keyingi juftlikni izlashni boshlaymiz. Ketdik. Navbatdagi juftliklarimizni ham topib oldik, ular bilan ham tanishib olamiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, mening ismim Otabek, men Qorako'ldaman. Buxoroga aylangan tayyorlangan kelganman. Xo'sh, kayfiyatingiz qanaqa Otabek? Yaxshi, a'lo darajada. Xo'sh, demak, tunda aylanishingizga yoqyaptimi Buxoroda? Yoqyapti. Xo'sh, ikkinchi juftlikimiz. Assalomu alaykum, ismingiz? Ismim Ali, Surxondaryo viloyatidanman. Buxoroga tayyorlanishga kelganman. Demak, oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorgarlik qilyapsiz. Tayyorgarlik qanday ketyapti? Yaxshi, zo'r. Demak, abituriyentsiz. Yurtimizdagi barcha abituriyentlarga omad tilagan holda shartimizni davom ettiramiz. Demak, ushlab olasiz qoshiqlarni, tuxumlarni qo'yaman. Xo'sh, men endi sanoq beraman. Sanoqdan keyin boshlaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Bir qadam qolganda to'xtab qoldingiz-da. Otabek birinchi bo'lib yetib keldi endi. Xo'sh, tuxumlarni olamiz. Kayfiyatingizni tushirmang. Siz qo'l bo'g'ingizni ushlab turing endi. Azizni chaqiramiz oldimizga, Aziz keling. Qo'lqopni do'stingizga bering, do'stingiz kiyib olsinlar. Shartimizda ikki qora qo'llik yigitlar qoldi. Menimcha ular do'st. Adashmasam shunaqami? Do'st. Xo'sh, birga o'qishga tayyorlanishyapti. Endi hozircha siz bir-biringizga raqibsiz. Demak, sanoqdan keyin ketdik. Tayyormisiz? 1, 2, 3 boshladik.
Marraga birinchi bo'lib Otabek yetib keldilar, ammo tuxumni ushlashlariga qarang. Qo'shiqni uchun ozgina chiqarib qo'yishimiz kerak edi. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz, shartimizda Azizbekni g'olib deb topamiz. Ketgan omadim yurishmadi. Qachongacha shunaqa yashayman? Azizbek, tabriklaymiz g'alaba bilan. Endi Yoshlar ishlar agentligi tomonidan taqdim etilgan bizga kitob bor. G'oliblarimizni taqdirlash uchun o'sha kitobni sizga taqdim etamiz. G'ulom Shomurodning Sog'inch sohili nomli kitobi. Bu kitob she'riy kitob. O'sha she'rlarni bir boshdan o'qib, chiroyli kayfiyatga ega bo'lasiz deb o'ylayman. Keyingi ishlaringizda, o'qishlaringizga omad. Shu fursatdan foydalanib, do'stlaringizga, yurtdoshlarimizga ikki og'iz o'zingizni tilaklaringizni bildirsangiz. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman, amallaringizga, ishlaringizga omad. Mana shu bizga o'xshagan studentlar o'qishga kiraman deb yurganlar, yaxshi niyatlarga ilhom yetsinlar. Barchalari o'qishga kirib, grantlar asosida Xudo xohlasa, orzu niyatlariga yetsinlar. Sizlar ham ishlaringizga katta omadlar, zafarlar tilab qolaman. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Endi biz ikkinchi shartga tomon yo'l olamiz. Labovuzda yosh ulug' otaxonlarimiz, onaxonlarimiz ham dam olyapti. Ular bilan ham bir suhbatdosh bo'lib olsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tungi Buxoro dam olish dasturidamiz. O'zingizni kayfiyatlaringizni, yurtdoshlarimizga tilaklaringizni bildirsangiz. Buxoromiz, Buxoroi Sharif degan nomni, aziz nomni o'ziga olganligi ham sababi shuki, mana Buxoromiz kundan kunga go'zallashmoqda, chiroyga chiroy qo'shmoqda, obod bo'lmoqda. Keladigan mehmonlar hayratdalar. Buxoromizni shunday chiroyli bo'layotgan, obod bo'layotgan, eng xususan keladigan mehmonlarimizni hammalari mana Laba havzimizga kelib dam oladilar. Miriqib dam olib, kayfiyatlari baland bo'lib, chehrlarida ochiq. Bular hammasi mustaqilligimiz, prezidentimiz rahbarligida olib boriladigan ishlarimiz. Mana viloyat rahbarimiz, shahar rahbarlarimiz ko'pgina yaxshi ishlar olib boryapti. Mana shu ishlarga biz qarilar ham o'z hissalarimizni qo'shib, ko'chalarimizni obodlashtirish, ularni ko'klamlashtirish ishlariga biz ham o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Mana shu Buxoroga marhamat. Buxoro shahrimiz eng go'zal shaharlardan biri. Mana yaqinda mana 3-kompilning oldida Cho'lpon haqida film olindi. Chunki Buxoromizni shunday go'zalligi, Buxoromizni chiroyligini ko'rsatish uchun Cho'lpondan shu yerda kelib filmini oldilar. Mana yaqinda bu film ishlab chiqariladi. Shu filmga bizlar ham qatnashdik. Mana men istar edimki, butun mehmonlarimizni Buxoroga kelishlarini, tashrif qilishlarini istar edim va ularga sog'lik, salomatlik tilar edim. Ajoyib fikrlaringiz uchun sizga rahmat deb qolamiz va yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Tungi Buxoro dam olish dasturini suratga olyapmizda. Ana shu shartlarimiz bor. Agar shartlarimizni bajara olsangiz, sizga Yoshlar ishlari agentligi tomonidan berilgan sovg'alarimiz bor. Xo'sh, tayyormisiz shartlarimizga ishtirok etishga? Nima shart? Shartimiz oddiy, mantiqiy savol. Tez va mantiqiy o'ylab turib javob berishingiz kerak. Har bir ishtirokchiga 5 tadan savol beramiz va savollarimizni 3 tasiga to'g'ri javob bergan kishi keyingi bosqichga yo'l oladi. Agar kuchlar teng bo'lib qoladigan taqdirda yana bittadan qo'shimcha savol o'qib eshitiraman. 2 kishi o'ynash kerak. 2 kishi o'ynaydi. Keyingi shartda yana 2 kishi ular bellashib toki g'olib aniqlangancha. Demak, shartimiz sizlarga tanish, mantiqiy savol. Mantiqiy savollarga kim to'g'ri va aniq javob bera olsa, o'sha ishtirokchi keyingi bosqichga o'tadi. Xo'sh, ishtirokchilarimiz bilan avval tanishib olaylik. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Sardor. Toshkentdan. Toshkentdan. Xo'sh, Toshkentdan kelibsiz. Buxoro haqida fikringiz qanaqa? Zo'r. Umuman o'sha Buxoro haqida kayfiyatingiz bilan o'rtoqlashingda endi yurtdoshlarimiz. A'lo darajada. Kayfiyat a'lo darajada. Xo'sh, Buxoroga kelib qanday tasavvurga ega bo'ldingiz? Buxorodagi o'zgarishlarni ko'rib. Buxorodagi o'zgarishni tasavvur qila olmaymiz biz, chunki tez kelamiz. Demak, Buxoroga doimiy ravishda tez kelib turar ekanlar. Bu juda yaxshi, chunki Buxoro azaldan qadimiy va markaziy shaharlardan hisoblangan. Bu yerda ko'pchilik keladi, ketadi o'z manzili tomon. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Baxtullo. Ismingiz Baxtullo. Qayerliksiz? Navoiydan. Demak, shartlarimiz ikkovingiz ham tanish. Kimdan boshlaymiz? Kim tayyor? Bo'ldi, tanishtirish sizdan boshlandi. Sizdan boshlab olamiz. Qanday holatda 3 ta yosh bola, 4 ta katta yoshli odam, bitta mushuk va bittagina it soyabon tagida turib, yomg'ir ostida bo'l bo'lmasligi mumkin? Qaysi holatdan? Qaysi holat?
Yomg'ir yog'mayotgan paytda. To'ppa-to'g'ri, yomg'ir yog'mayotgan paytda. Bir kishi olmalarni 500 so'mdan sotib olib, uni 300 so'mdan sotyapti. Va tez orada o'sha odam millionerga aylandi. Bu qanday bo'ldi? O'zinikidirdi. Yo'q, afsuski, xato javob berdingiz. U odam ilgari milliarder bo'lgan va zararga ishlagani uchun millionerga aylanib qolgan. Mantiqiy ekan, savolli. Merning otasining 5 ta qizi bor. Ularning ismlari Chachi, Chacha, Chichi, Chocho. 5-qizning ismi nima? Machi. Harakibi, Xachapuri. Yo'q, 5-qiz Merining o'zi edi. Afsuski, xato javob berdingiz. Merining o'zi 5-qizi. Elektropoyezd sharqqa tomon 80 km/soat tezlik bilan 80 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti. Shamol esa unga teskari tarafga 15 km/soat tezlik bilan esmoqda. Xo'sh, endi elektropoyezddan chiqayotgan tutun qaysi tomonga qarab esadi? Qaysi tomonga? Orqaga qarab esadi. Nima qiladi 80 bilan? Yo'q, yana xato qildingiz. Chunki elektropoyezdda hech qanaqa tutun chiqmaydi. Xo'sh, sizga ham ozgina qiyinroq savol bilan yuzlanamiz. Lev Nikolayevich Tolstoy maishiy turmushga bag'ishlangan barcha asarlar roman bo'ladimi, film bo'ladimi, qissa, afsona bo'ladimi, voqealar rivoji birin-ketin rivojlanib, oxiri u bilan yakunlanadi. Real hayotda esa buni teskarisi, avval o'sha hodisa ro'y beradi va barcha voqealar undan keyin sodir bo'ladi deydi. U nimani nazarda tutgan? Lev Nikolayevich Tolstoy bu to'yni nazarda tutgan, chunki 2 yosh ko'rganmiz. Barcha voqealar kinofilmlarda ham to to'ygacha boradi va to'ydan keyin baxtli va hayot kechirishadi. Osonroq savol. 10 metrlik narvondan sakrab tushib, qanday qilib omon qolish mumkin? Juda katta ketdi-yu bu bola. Narvondan tushsa, sekin-sekin tushasiz. Sakrab tushish kerak. 10 metrlik narvondan sakragan paytda qanday holatda hech qayerga shikast yetmasligi mumkin? Suvga tashlasangiz. 10 metr joydan suvga tushsa ham xuddi betonga tushganday bo'lsa kerak, adashmasam. 10 metrlik narvonning faqatgina birinchi pog'onasidan sakrasangiz hech qayeringizga shikast yetmasligi mumkin. Bir boyvachcha xonim xizmatkoriga men o'lsam, boyligim senga xatlab beraman deb aytgan. Va shu paytda o'sha xonim va xizmatkoriga yana shunday bir gap aytadiki, xizmatkor uning o'lmasligini, yanada uzoqroq yashashini istab, o'sha doimiy ravishda shu narsani xohlaydi. O'sha sizga savolimiz shuki, o'sha xonim xizmatkoriga nima deb aytgan va o'sha xonimning ko'proq istashini, ko'proq yashashini istaydi xizmatkori. Shunaqa degin. Berilgan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uning aytishi bo'yicha men necha yoshga kirsam, boyligimning o'shancha foizi senga tegishli. Ya'ni 100 yosh deb oladigan bo'lsak, 100% deb oladigan bo'lsak, misol uchun 56 yoshda o'lsam, 56% ulushim seniki degan. Va aynan shu uchun xizmatkori uni ko'proq hayot kechirishni istagan edi. Sizga ham eng so'nggi savolni beramiz. Bu sizga tegishli, lekin boshqalar uni sizdan ko'ra ko'proq ishlashadi. Bu nima? Ism. To'g'ri, bu sizning ismingiz. Siz berilgan 5 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Bu tomon esa ikkitasiga to'g'ri javob berdi, to'g'rimi? Demak, azizlar, afsuski, biz aytgandek shartimiz boshida 3 ta savolga javob bergan odam keyingi shartga o'tadi. Sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. O'zingizni, yurtdoshlarimizga bo'lgan tilaklaringizni bildirsangiz. Shu eng katta tilash bu-da, sog'lik, salomatlik bo'lsa hamma narsaga erishiladi. Tinchlik. Xo'sh. Rahmat sizga ezgu tilaklaringiz uchun. Tilaklaringiz sizga ham yor bo'lsin. Biz keyingi manzil sari otlanaveramiz. Qani kim shartimizda g'olib bo'la olar ekan? Navbatdagi juftligimizni topdik. Xo'sh, ular bilan yaqindan avval tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Alaykum assalom, Muhammadjon. Qayerdansiz? Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyatidansiz. Endi siz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Meni ismim Ulug'bek. Ulug'bek qayerdansiz? Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani. Demak, ikkalari ham Farg'ona viloyatidan ekanlar. Xo'sh, Buxoro yoqdimi sizga? Qanaqa kayfiyatdasiz? Yaxshi, zo'r, Buxoro yoqdi.
Xo'sh, sizlarni ham tanishtirib o'tdim shart bilan, yana bir bora eslatib olaman. Har biringizga 5 tadan mantiqiy savol beriladi. O'sha berilgan 5 tadan savolning 3 tasiga to'g'ri javob bera olsangiz, keyingi bosqichga o'tasiz. Keyingi ishtirokchi bilan bellashasiz. Xo'sh, shartlarimizni boshlab olamiz. Sizdan boshlab olamiz. Daraxt shoxida qarg'a qo'nib turibdi. O'sha qarg'ani cho'chitib yubormasdan daraxt shoxini aralash uchun nima qilish kerak? Sen meni chi bo'la? Butun O'zbekiston bo'yicha sharmanda qilding. Ha? Qushlarni tushirib. Yo'q, cho'chitmasligingiz kerak edi. Afsuski savolga xato javob berdilar. Biz qarg'ani qanday qilib cho'chitmasdan dedik. Bu uchun shoxni aralash uchun qarg'a uchib ketishini kutish kerak edi shunchaki. Stol bilamiz, 4 burchak va 4 ta burchagi bor. O'sha burchaklardan bittasini olib tashlasak, nechta burchak qoladi? 5 ta. 5 ta burchak, to'ppa-to'g'ri. Stolda qalam, chizg'ich, sirkul va o'chirg'ich turibdi. Qog'ozga aylana chizish uchun birinchi bo'lib nimani olardingiz? Qalam. Savolimga e'tibor bermadingiz. Stolda qalam, chizg'ich, sirkul va o'chirg'ich turibdi dedim. Qog'ozga aylana chizish uchun birinchi navbatda qog'ozni olish kerak edi. 2 ota va 2 farzand ketishayotgandi. Do'kondan 3 ta olma xarid qilishdi. Bo'lmadilar, kesmadilar, teng qilib bo'lib olishdi. Qanday qilib? Tinch qo'ying, men iltimos qilaman. Ular olmaganmi? Olishgan? Olma olgan. Xo'p. Xo'p, javobingiz? Shu bo'lsa. Bittasi yemagan-da ota. 1 2 3. Yo'q, afsuski aytdim, hamma olma olgan. Faqatgina siz mantiqni ishlatmadingiz ozgina. Bu yerda 3 kishi bo'lgan. Neki 4 ta, 2 ta o'g'il, 2 ta ota deyapman. Savolga e'tibor beradigan bo'lsangiz, siz misolingizga tushuntiradigan bo'lsangiz, siz, otangiz va bobongiz. Siz bilan siz otangiz siz uchun ota. Otangiz uchun bobongiz ota. Demak, tushunarli bo'ldi-a? Mana shunday holatda 2 ta ota va 2 ta o'g'il bo'ladi. Stol ustida 2 ta tanga turibdi. Stol ustida 2 ta tanga turibdi. Ularning bittasi 1 so'mlik tanga emas. Tangalar qanday qiymatga ega? Yo'q, afsuski o'zi umumiy jihatdan oladigan bo'lsak, u 3 so'mni tashkil qilar edi. Tangalarning bittasi 1 so'mlik va ikkinchisi 2 so'mlik edi. Nega deganda, savolni mantiqini ishlatadigan bo'lsak, birinchisi emas, ikkinchisi 2 so'mlik tanga, ikkinchisi, ya'ni ikkinchisi aniqroq qiladigan bo'lsak, ikkinchisi 1 so'mlik, birinchi tanga esa 2 so'mlik tanga hisoblanar edi. Tarixni yaxshi bilasizmi? Agar tarixni bilsangiz, ushbu savol sizga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Moziydan kelar sado, bevatan podsho gado, gado yurtida podsho. Va ushbu inson qabri ustiga ushbu bitik toshlar yozib qo'yilgan. Amir bevatan zo'r haqirdir. Gado o'z yurtida o'lsa amirdir. Bu qaysi tarixiy shaxs haqida ketmoqda? Donolar donosi nima deydilar? Yo'q, afsuski, siz e'tibor bermadingiz. Gapda amir degan so'zni ishlatdim. Amirlar esa Buxoroda o'tishgan, ya'ni Buxoroning so'nggi amiri Amir Said Olimxon haqida edi bu. Adabiyot bilan qanaqasiz? She'r o'qishga qiziqasizmi? Xo'sh, agar she'r o'qishga qiziqsangiz, ushbu savolimiz aynan siz uchun. Maxtumqul ijodini bilasizmi? Yo'q. Unda ozgina mantiqni ishlatishingizga to'g'ri keladi. Chunki navbatdagi savolimiz aynan Maxtumqul haqida. Turkman shoiri Maxtumquli o'z she'rlaridan birida unga shunday ta'rif beradi. U bir darddir, odam o'ldirmas. O'ldirmas dunyoda, lekin kuldirmas. U nimani bir dardga o'xshatadiki, odam o'ldirmaydi. O'ldirmaydi-yu, lekin hayotda aslo kuldirmaydi. U nima? Bunga seni aqling yetmaydi. Bilmadim. Buni adabiyotshunoslarimiz, adabiyot ixlosmandlari yaxshi bilsa kerak. Bu g'ariblik edi, chunki g'ariblik bir darddir, odam o'ldirmas deb aytib ketilgan. Demak, menimcha bo'ldi 5 tadan savollar ikkovlaringizga, to'g'rimi? Kim nechta savolga javob berdi? Siz bitta, siz esa javob bera olganingiz yo'q. Demak, mana shunday azizlar, mantiqiy savollarimizga ishtirokchilarimiz qo'ldan kelgancha harakat qilishdi javob berishga, ammo to'g'ri javoblar har bitta savolda ham ola olmadik. Ular bilan xayrlashamiz va o'zlarining tilaklarini bildirib qolsinlar yurtdoshlarimizga. Yurtdoshlarimizga shu alangali salom bildiraman men taniganlarga. Hop. Shu vatanimizdan virus balosini kesishini tilaymiz. Hammamiz shu karantin bo'lmasa, hamma mazax bemalol yursa. Tinchlik avvalo. Rahmat.
ezgu tilaklaringiz, ishtirokingiz uchun rahmat deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi ishlaringizda omad. Ko'rsatuvimizni mana shunday pallada yakunlashga majburmiz, chunki yurtimizda qo'yilgan karantin cheklovlariga bo'ysunishga, amal qilishga barchamiz birdek majburmiz. Dasturimizni keyingi shartlarini keyingi ko'rsatuvlarda amalga oshiramiz. Buguncha sovg'alarimiz o'z egasini topganicha yo'q. Bizdan uzoqlashmang azizlar, chunki bundanda qiziq dasturlar sizni oldinda kutib turibdi. Uchrashganda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.